istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dar cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dar cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dar cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qush tinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yalpizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Unga dard tegadi, men yomon bo'lsam, keyin qanday yashab boshni eksam. Men bormanki mehr kutmas boshqadan. Bu mening onam, bu mening onam. Qush tinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yalpizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Assalomu alaykum aziz va qadrli qarindoshlar. Assalomu alaykum quda-andalar, jon-jigarlar, opa-singillar. Barchalaringizga bayramlar muborak bo'lsin. Biz bugun Gulshan opamizda yo'qlab keldik. Har gal bu mening onam qilganimizda Gulshan opamiz bir ichidan to'lqinlanib turardilar-da, meni ham farzandlarim qilarmikanlar deb. Baribir ham onani qalbi sezadi-da. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Muhammadga ummat bo'lgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugun kim qaysi farzandingiz nomidan keldi deb o'ylaysiz? Sinfdoshingizdan shodiyor. Shu qilib yurgandir balki. Qare, onani qalbi aldamaydi-da. Onani yuragi sezadi-da. Albatta, sinfdoshim nomidan, qolaversa barcha farzandlaringiz nomidan xonadoningizga tashrif buyurdik. Aytdilarki, onaginamni ko'p xafa qilganmiz, yoshlik qilib. Onam bilib bilmay xafa qilgan bo'lsak, bizni kechirsinlar, bolalik sho'xlikka yo'ysinlar. Hozir hammamiz ota-onamni duolari deya hozirda tinch ro'zg'orimiz, oilamiz, bola chaqamiz bor. Onam biz farzandlarga qarabgina qolmasdan nabiralarni ham katta qilyaptilar. Onam dardni ichiga yutgan ayollar. Onam hech qachon kasalman, jonim og'riyapti demaydilar, faqat kulib turadilar. Onaginam sabr toqatli insonlar, matonatli insonlar. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Onam hech qachon kasal bo'lmaslar. Biz onajonimni yaxshi ko'raman. Dadajonim bilan baxtimizga sog' salomat yursinlar. Hech qachon kasal bo'lmasinlar. Ularning duolari deya biz mana shu darajaga yetib keldik. Baxtimizga ota-onamiz sog' bo'lsinlar. Ayajonimizni juda yaxshi ko'ramiz deb chiroyli ta'riflarni berdilar. Hammani farzandidan asosan qarang, farzandlaringiz ekkan mevalaringizni
hosilini ko'rib turibsiz. Kechagina farzandlarga tarbiya bergandingiz. Bugun mas'ulini kutib turibsiz. Bugun haqiqatan ham ekkan mevalaringiz hosilini bergan tarbiyalaringiz mas'ulini ko'rib turibsiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Ana shu yuzdagi ajinlarda 4 ta farzandingizda hissalari bor. Bularni g'amiga, kamiga har doim sherik bo'lib turibsiz. Endi bularni faqatgina rohatda ko'ring. Mana shu nabiralarni chimildiq to'ylarida ham yor sadolar ostida o'zingiz chimildiqlarga kirgizish nasibi ro'za aylasin deymiz. Qarang, bugun jigarlaringiz, opa-singillaringiz barchasi yoningizda turib, onajoningizni mehrini, onajoningizni taftini eslatib turibdilar. Siz bularni onasisiz. Onadan so'ng katta opa ona vazifasini bajarar ekanlarda. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Bugun onaginamni ruhi shod bo'lsin deya barcha jigarlaringiz yoningizda kamarbasta bo'lib turibdi. Ana shu opa-singillarni davramizga chorlasakda, chiroyli qilib Gulshan opamizga bitta ta'riflarini bersalar. Kelinglar. Ona bu quyosh parchasi, ona mehr chashmasi, ona dunyo bekasi, ona jannat egasi ekan. Avvalambor assalomu alaykum. Bitta chiroyli ta'riflarni bering. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar hammalaringiz mana abam xonadoniga. Abam bizlarga onamizdek mehribonlar. Kelinlariga, nevaralariga, hammamizga mehribon, jigarlariga mehribon. Abam bilan pocham qo'shab arasin. Bunday yoshlarning ko'pini ko'rsin, hamisha izzat hurmatda yursinlar. Ilohim hajlarga borish nasib qilsin, hoji onalar bo'lib yurishlar nasib qilsin. Yuzlarga kirsinlar. Hamisha nima niyatlari bo'lsa amalga oshsin. Sog' bo'ling, abajon. Bag'ringizga mahkam bosib qo'ying opajoningizni hidlariga qonib to'ying. Bular omonat, bular g'animat. Aziz opa, qani sizlar kelinglar yonimizga. Opajoningizga bitta chiroyli ta'rif bering aziz opa. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar opajonim xonadoniga. Mana bugun opam nasib qilsa 58 yoshli ekanlar. 158 yoshga kirgan hemshirda hammamiz o'tiraylik, Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlariga ham rahmat, hurmatli onasini mana ardoqlabdilar. Oxirigacha shularni ardog'ida bo'lsinlar, nabiralar davrasida bo'lsinlar. Opam umrlari uzoq bo'lsin. Pochchon bilan qo'sha qarisinlar. Ota-onam o'tganlari bilan shu opam bizga bosh bo'lib, onamizni o'rniga ona bo'lib yursinlar, Ilohim. Umrlari uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling opajon, sizni umringiz uzoq bo'lib, quvnoq bo'lib yurgansiz, ko'rishlik nasib qilsin hammamiz. 4 farzandga jon ato etdingiz. Siz jon rishtasiz, yerdagi farishtasiz. Haqiqatan sizni ta'riflashga til ojiz. Haqiqatan bugun farzandlarni, jigarlarni ardog'idasiz. Qani, Azrat opa siz kelingchi. Assalomu alaykum. Hammalaringizga xush kelibsizlar. Abajon bo'lgan kunlaringizni tabriklayman. Bizlarga kiring. Hamisha yo'limizda bo'ling. Ana endi Gulshan opamni ukajonlarini, turmush o'rtoqlarini, yangalarni chorlaymiz. Yangalar bormisizlar? Yangalar qanasizlar? Bugun yaxshi kun. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Hammani yetkazsin mana shunday chiroyli kunlarga deya niyat qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum, bayramlar muborak bo'lsin. Qaynopa so'zi ino so'zdan olingan bo'lib, qoningni ichaman degan ma'noni bildirar ekan. Kelin so'zi girik so'zdan olingan bo'lib, bilganimni qilaman degan ma'noni bildirar ekan. Qanday mana shu Gulshan opam sizlarga hech bir oralaringizdan mehr oqibat ko'tarilmasdan sammanga bormadinglarmi? Bu Gulshan opam o'zi birovga bir azor beradigan inson emaslarda. Bitta chiroyli ta'rif bering. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun shunday quvonchli kunda o'tiribmiz ekan. Opamga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Pochcham bilan qo'sha qarsin, balalarni huzurini ko'rsin. Opam yo'g'ida Xudoga shukr. Opamdan ham ortiq. Juda yaxshi ko'raman. Sog' bo'ling. Balalarning huzurini ko'ring. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Qani kelasizlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Opam xonadoniga kelgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar hammalar. Abajon, hamisha sog' bo'ling, pocham bilan qo'shaparing, bolalaringizni, kelinlaringizni,
mehr oqibatlaringizga ko'z tegmasin. Oydinzob opam kelganlarmi? Xudo xohlasa ola ketdilar. Qani yana kim bor gapiradiganlar? Bormi kelinlar? Endi o'zingiz kelinlaringiz chaqiramiz, 4 ta kelin. Qani sizlar? O'tinglar 4 ta kelin. General qaynona Gulshan opam. Dilafruz opa. Keling yonimizga. Nigor opa keling. Dilafruz opa chiroyli niyatlar izhor qilasiz, keyin Nigor opa ta'rif beradilar. Marhamat. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Opajon, tug'ilgan kunlaringizni tabriklaymiz. Yuzlarga kiring, sog' salomat bo'ling. Farzandlaringiz huzurlarini ko'ring. Doim yaxshi kunlarimizda yonimizda turing. Qaynonamni o'rnini bosib, uyimizda to'rida turadilar opam. Yaxshi kunlarimizda doim yonimizda. Doim sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Dilafruz opa, farzandlaringiz rohatini ko'ring. Mana shu qaynopalar borganda to aka uka opa singil o'ylanguncha mehr oqibat kuchli bo'lar ekanda, o'ylangandan so'ng sinovga qo'yilar ekan. Mana shu sinovlardan sizlar yaxshi o'tgansizlar. Qachonki mana shu opalar borsa, ota hovlini sog'lanib, onani hidlarini, taftlarini sog'inib, quchoq ochib kutib olinglar. Bu qaytar dunyo. Mehr beringlar qaynopalarga. Otalarini, onalarini sog'inmagan inson bormi? Nigor opa keling yonimizga, bitta chiroyli Gulshan opamizga ta'rif bering. Avvalambor assalomu alaykum, marhamat. Rahmat tushadi. Gulshan opamni xonadonida juda chiroyli bir tadbir qilyapti. Mana opa deyman, yangi demayman, ocha demaganman hech. Umringiz uzoq bo'lsin opajon, loyim, barlaringiz huzurini ko'ring. Ukamlar har doim mana shunday yaxshi kunlaringizda xonadoningiz to'ldirib, jigarlaringiz, mana yaqinlaringiz ardog'ida yuring. Hojat xohlasa hajlarga borib kelganingizda ham ana shunday haj oshilardan shunday chiroyli bo'lib, qarindosh urug'lar bilan bir hovli bo'lib yuz ko'rishib turish nasib qilsin Allohim. Nevaralar to'ylarini ko'ring, mana nevaralarni qo'shib Sizlarga ham nasib qilsa, yoshlaringiz yuraylik. o'ylantirgan edingiz. Qarang, ularni bugun ekkan mevalari ulkan daraxtlarga aylanib turibdi. Nima bularni chimildiq to'ylarda o'zingiz bosh-qosh bo'lasiz, ilohim. Bu joylarni yaxshi ko'rasizlarmi? Bitta chiroyli ta'rif bering, qanday insonlar? Shu, uni yaxshi inson. Utan pensiyadan olib qo'ygan inson. Ramzan kamki ikkovni ham olib qo'ygan inson. Pul bu yuradi yarmida. Mehr bering xotinga, xotin tiyindir oltinga deydi. Shu uchun ham Gulshan opam qaramay bu joylaringiz oldilaringizda yuribdilar-da, ko'proq pul beringlar. Uyda janjal bo'lmaydi. Sizlar ham iloji boricha topganlaringizni ayollaringizga beringlar. Hadeb shodiyorga beravermasdan. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu joylar qanaqa bu joy? Unam yaxshilar, hammaga yordam beradilar. Birovlarga pul berib turadi, pul yo'q bo'lsa, uni tabriklayman, yuzlarga kiring. Unam juda yaxshi odamlar. Ularga yordam beradilar. Juda plan beradilar. Qarang, bular hammasini miyasini shodiyor buzgan pul deb. Hammasi shodiyordan chiqqan. Siz nima deb o'ylaysiz bu jonga? Bu dunyoda unamni hech kim ta'riflamaydi, ta'rif berolmaydi. Unam hammamiz yaxshi ko'ramiz. Buni ham hazillashib gapiryapti. Unam puli bir qismini unam bir qismini ham bosolmaydi. Bo'ringizga shukur. Bu jonim so'zi shirin noddan. Nolimaydi hayotdan, meni tanir uzoqdan. Bu jonim sog' bo'ling. Bolamning bolasi deb, ko'zimning qorasi deb, yurar doim g'amim yeb. Bu jonim sog' bo'ling. Biram nurli yuzingiz, kulib turar ko'zingiz. Ming bir ma'no so'zingiz. Bu jonim sog' bo'ling. Ikki qo'lim duoda, g'am chekmang bu dunyoda. Umringiz bo'lsin ziyoda. Bu jonim sog' bo'ling. Qarsa ham yuzlari, yosh bo'ladi ko'zlari. Tabarrukdir yuzlari. Bu jonim sog' bo'ling.
Bolaginam bolasi qandek o'rik donasi deydilar. Bolam bolasini deydi, bola onam deydilar-ku, ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Endi kelinlar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Qaynonalik kelin, qarqara kelin, qaynonasi kelin, masxara kelin. Mana shu Gulshon opam yaxshi qaynonalik qila oldilarmi sizlarga? Yetmaganlaringiz keyin, kamlaringizga kam bo'la oldilar. Faqat yolg'onlarsiz, haqiqatda aytinglar. Assalomu alaykum. Sizlar dadajonim bilan ayajonimni xonadonlariga. Bugun mana ayajonimga shukronalik kunlariga. Ayajonim dunyodagi eng yaxshi ona, eng mehribon, g'amxo'r nabiralariga yaxshi jon. Sizga yaxshi qaynona bo'ladilar. Ayajonim bizdan bilmagan narsalarimizni hayotga tayyorlab, yaxshi tarbiya berib o'rgatdilar. Ayajon sizdan minnatli rozi biza. Qizim yo'g'i qancham siz xafa bo'lmang. Biz sizga iloyim qizdek bo'lib hamisha yoningizda turamiz. Yuzlarga kiring, sog' bo'ling, dadajonim bilan qo'sha qaring. Ilohim biza yaxshi kunlar, to'ylar qilganlarimizda nabiralarsiz, hamma nabiralarsiz to'yda bosh bo'lib turing. Bundan hamda ko'p bala yaxshi kunlaringiz bo'lishini xohlayman. Sog' salomat bo'lib yuring. Nargizdan juda qoldi yig'lab. Hammalaringizni yaxshi ko'raman mana. Assalomu alaykum. Ayajonimizni tabriklaymiz. Boshlarimiz doim sog' bo'lsinlar. Doim baxtimizga sog' bo'lsinlar. Nevaralarini, o'g'illarini, kelinlarini baxtlarimizga sog' bo'lib, qo'sha qarib, darjon bilan umrlari uzoq bo'lsinlar bizga. Har doim mehr berib, yuzlarga kelaversinlar. Ona gul bo'lsa, ota bog'bon bo'lar ekan. Otalarimiz hayot yo'llarimizda sarbonlik qilsa, onalarimiz dardimizga darmon bo'lar ekan. Oilada ota qozi deydilar, ota rozi, xudo rozi deydilar. Hozir hamma onalarni maqtayapmiz, ayollarni ta'riflashga til ojiz. Hozir ota endi bir chekkada o'tirib bola ko'paytiruvchi inkubatorga o'xshab qoldi-da. Hozir mana shu Ibodillo akamiz bo'lmaganda mana shu 4 ta farzand ham yo'q edi. Qani Ibodillo aka? Qani siz? Keling yonimizga. Bugun bitta turmush o'rtog'ingizga chiroyli niyatlarni izhor qilasiz. Bir ro'zg'orda g'orida 5 kunlik dunyoni g'amida kamida yelkama-yelka yonlaringizda birga turdinglar. Yaxshi kunni ham, yomon kunni ham Allohga shukr qilib birgalikda o'tkardinglar. Hozirda mana 4 ta farzand, kelinlar, nabira, ivara, nasib bo'lsa Xudo xolasa chivaralarni huzurini ko'rasizlar. Bugun turmush o'rtog'ingizda tavallud ayyomlari ekan. Agar yana sizga Alloh qaytadan yoshlikni bersa, hech ikkilanmasdan mana shu Gulshon opamga o'ylangan bo'larmidingiz? O'ylanaydim. Sen o'zi buni tashkil qilgan odamni to'g'rishing kerak. Mana o'shanga berganda birinchi so'zda men qaytaryapman. Avvalambor kelganlar uchun katta rahmat hammalaringizga. Sizlarni ham yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Yaxshi kunlaringizga shu bizlar ham ishtirok etaylik. Nima niyat qilgan bo'lsangiz niyatlaringizga yetinglar. Mana o'zi savol berdik, o'ylanaylikmi? Men endi bu tarixim o'ylanaydim. Onasini ko'rib, qizini, buzini ko'rib bilkin deydilar. Voy, bu Gulshon opamni ayasini ta'riflashga til ojiz. U inson bir dunyoga keldi, unaqa inson qaytib kelmasa kerak. Unaqa insonlarni ta'riflab til ojizlik qiladi. Farzandlar qanisizlar? Shodiyor, Lazizjon, Tamizjon, Shahriyor, qanisizlar? O'tkir aka, keling yonimizga. O'tkir aka, keling. Har safar jigarlarni internetda, YouTube'da O'tkir aka porlaydi. Bugun ham O'tkir akasiz bayram bo'lmasa kerak. O'tkir aka, keling yonimizga. Chiroyli guldasturlarni qabul qiling. Akajonlarda. Bag'ringizga mahkam bosib qo'ying.
Jigarlarni mehr muhabbatiga qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Chunki tamal toshini qo'yib ketgan otalaringiz bilan onalaringiz bo'ladi. Bularning zamirida. Razjon, ayajoningiz bilan dadajoningizga bitta ta'rif bering. Bular sizlarni mana shu darajaga yetkazdilar. Faxriyor? Sizlar salomlarni amalariz. Mana otam jannatim. Onam jannatim, otam bayroqim. Dadam aya o'sha qaqisini bosh bo'lsin. Nasib bo'lsa ham nevaralarni o'ylantirib, hammamizni baxtimizga bo'lish nasib qilsin. Rahmat. Sizlarning baxtlaringiz butun, hamma sizlarga havas bilan qarab turibdi. Bularni borlarda qadrlarga yetinglar. O'tkir aka, bugun ayajoningizni mehrini sog'inib, dadajoningizni yurgan izlaridan bosib keldingiz. Mana shu ikki bukilib jigarimni tavallud ayyomlarida. Ularning ruhlari shod bo'lib turibdi. Keling bitta tilaklarni sizdan ham eshitamiz. Bo'lgan kunlaringizni tabriklayman. Pocho mana qo'shib baring. O'sha navara kiyimda borlarni huzurini ko'ring. Hayotingiz bundan-da yaxshi rivojlanib, o'sha o'yinchi mashinani tekshirishda ishlasin. Uylarda har ana bayramlarda sizlar xizmat etasiz. Rahmat. Ramizjon, Shahriyor bilan Shodiyor qani? Shodiyorni ko'rganlar bormi? Shahriyor. Ramizjon, marhamat. Kelamazga o'rnini beraman, ayam yonda turadi. Avvalambor uyga hammaga rahmat. Ayamga rahmat. Shu darajaga bizani kattalarida. Nevarlarimizda, uylarda bosh Shodiyor aytdi, otam bilan onamni hali hajlarga jo'natamiz. Bizning qarzimiz ham, farzimiz ham ulardan juda ham ko'p. Qancha mehnat qilsak, onamni bergan bir kechalik oq sutini, otamni bergan non tuzini oqila olmaymiz. Faqatgina ular bizlarni yaxshi kunlarimizdan xurram va xursand bo'lib yursalar, shuni o'zi katta baxt edilar. Shuncha g'am chekdilar, endi faqat xursand yursinlar. Hech qachon xafa bo'lmasinlar. Bizlarni soya davlatlarimizda ular yonimizda tursinlar. Biz uchun shuncha mehnat qildilar. Endi biz mehnat qilamiz. Navbat bizga yetib keldi. Faqatgina bizlarga duo berib tursalar, shuni o'zi katta baxt edilar. Shahriyor Shodiyor bormi? Shahriyor Shodiyor kelguncha Bodirlar aka, Gulshon opam bilan mazza qilib bitta davralarning o'rtasida jigarlar bilan bitta raqsga tushib berasiz endi. Marhamat. Bayramlama bore bo'lsa, jigarlar omon bo'lsa.
yaxshi qalam. Ro'paramda jim turib, sevgimni aytsam kulib, aşkta yuzlarim burib, yondirdi-yu ketdi-da, hayollarimni olib, ichimga olov solib, o'zini ham qilib, suydirdi-yu ketdi-da. Ey, ketdi-da, bir yor o'tib ketdi-da, hayotimga baxt shuday bir kelib bir ketdi-da, ketdi-da, yondirdi-yu ketdi-da, shunday go'zal yor voydod qo'ldan chiqib ketdi-da. Quloq solmay, bergan gulimni olmay, balki menga ishonmay, yondirdi-yu ketdi-da. Kelsammi o'zim borib, undan bir xabar olib, yuragim yomon yonib, ichim qurib ketdi-da. Ey, ketdi-da, bir yor o'tib ketdi-da, hayotimga baxt shuday bir kelib bir ketdi-da. Ketdi-da, yondirdi-yu ketdi-da, shunday go'zal yor voydod qo'ldan chiqib ketdi-da. Ketdi-da, bir yor o'tib ketdi-da, hayotimga baxt shuday bir kelib bir ketdi-da. Ketdi-da, yondirdi-yu ketdi-da, shunday go'zal yor voydod. Ey, ketdi-da, bir yor o'tib ketdi-da, hayotimga baxt shuday bir kelib bir ketdi-da. Ketdi-da, yondirdi-yu ketdi-da, shunday go'zal yor voydod qo'ldan chiqib ketdi-da. Bir tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Bugun farzandlar surprizlar tayyorlagan, tortlardek tortli bo'lsinlar. Onaginamning hayoti, dadajonim bilan qo'sha qarisinlar. Avvalambor otam bilan onam baxtli bo'lsa, ana undan keyin biz farzandlar baxtli bo'laylik deya. Ana shu ajoyib shirinliklarni mana shu yerga olib kelamiz, sham chiroqlarni yoqamiz. Farzandlaringizni rohatini ko'ring, baxtini ko'ring, nabiralarning huzurini, kamolini Bodilla akamiz bilan birgalikda ko'ringlar deymiz. Sham chiroqlarni yoqamiz, yaxshi niyatlar bilan. Bodilla aka keling yonimizga, opamni yonlarida turib oling. Chiroyli qilib mana shu shirinliklarni bir-birlaringizga ulashasizlar. Bugün onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il va qizlarning oromijoni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni, onajonimni tug'ilgan kuni.
mana shu shirinliklar bilan to'la bo'lsa, mana shu shirinda shakar nabiralaringizni rohatini, kamolini ko'ring. Bitta she'r aytib beraman dedingiz, a? Bu jonim o'zlari, kelib turar yuzlari, ma'nolidir so'zlari, bu jonim o'zlari. Onajonim sog' bo'ling, baxtimizga bor bo'ling, eng quvonchli yoshlarda baxtimizga sog' bo'ling. Vatan bilan ota-onani tanlab bo'lmas ekan. Ilohim mana shu mehr muhabbatli nabiralarni yaxshi kunlarni ko'rib yuring. Tog'dek suyanganing otang bo'larkan, yolg'iz mehriboning onang bo'larkan, abadiy yashamas bir kun o'larkan. Ey do'stim, onangni ehtiyot qilgin. Jon do'stim, onangni ehtiyot qilgin. Otasiz farzandlar mungli kuychalar, onasiz qolganlar yig'lar kechalar. Ota-ona qadrini bilmas nechalar. Ey do'stim, otangni ehtiyot qilgin. Jon do'stim, onangni ehtiyot qilgin. Boshingni silagan diye dilbandim, sog' omon bo'lsin deb aziz farzandim. Sen ham bag'ringga bos deb asal qandim. Ey do'stim, otangni ehtiyot qilgin. Jon do'stim, onangni ehtiyot qilgin. Qalbing tirnar ota-onang o'kinchi. Dunyoga berilma, dunyo o'tkinchi. Ular o'tib ketar, o'tib ketsa o'rtar sog'inchi. Jon do'stim, otangni ehtiyot qilgin. Jon do'stim, onangni ehtiyot qilgin. Farzandlaringiz haqiqatdan bugun baxti butun farzandlar. Ota-onasi bor farzandlarni g'ami ham, kami ham bo'lmas ekan. 2 yelkasida 2 qalqoni bo'lar ekan. Hattoki iskan shabboda ham farzandlarga, jigarlarga tegmas ekan. Ota-ona duosi asrab yurar ekan. Avvalambor farzandlaringizni, nabiralaringizni Allohning o'zi asrasin. Mana ketidan sizda duogo'y ota-onalarni duolari asrasin. Bugun mana shu farzandlarning surprizlari sizga yoqdimi? Xursandmisiz? Xursandman. Lekin men kutmadim. Aytaman, anerda chorpiya turuvdi, chorpiyani ko'tarib ketadi, hammasi tipirchilash. Nima qilyapti, xalaqit qilyapti. Men kutmadim, lekin o'zi aytuvdimki, bunaqa qilmanglar, olib kelmanglar dedim. Lekin mendan so'ramayapti. Shunday bo'lsa ham xursandman, rahmat. Xursand bo'ldim. Shuncha qadrdon, yonimda jigarlarim, o'zimning yaqinlarim bor edi. Bir yaxshi guring qilib o'tiruvdim, muzika chiqsa anerda nima bo'lgan dedim. Nima muzika qo'yib bo'ladi deb o'zib chiqib ham bo'ldim. Lekin yo yaxshi, rahmat, ballarim hammalari qo'shganlar bilan qo'sha qarsin, sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, ilohim. Singlilarim, ota-onamdan qolgan aka-ukalarim, jiyanlarim ham, ilohim bilaman, ota-onamdan qolgan yodgorliklarim, ilohim bilanim umrlari uzoq bo'lsin. Yonimizda hamisha bekam kuz bo'lib, baxshishni jamil-jam o'tirsinlar. Men bularning hammasini turkistval ko'rib yurishlikni Xudodan so'raganman, ilohim. Men kattasi shular bari yonimda tirilib tursin. Nevaralarim ham, kelinlarim ham hammasiga rahmat. Nima desam hammasi yo'q demaydi, rahmat. Hammasi yonimda sog' bo'lsin, bor bo'lsin, ballarim bilan qo'sha qarsin. Ilohim hammasiga omad tilayman, sog'lik, baxt tilayman. Hamisha yaxshi kunlarda barisi jamul-jam yonimda bo'lsin, qadrdonlarim, balalarim. Siz ham sog' bo'ling. Hammasiga sog'lik, salomatlik, tinchlik bo'lsin. O'tgan ayajonim, dadajonimni oxiratlari obod bo'lsin. Ular ham bizdan ilohim rozi bo'lsin. Shu gapirayotgan gapim hammasi sog'lik, tinchlikda. Sizga ham rahmat, Dilshodajon. El ustida yurasiz, ilohim. Charchamang sizga ham. Ilohim ayajoningizni har doim ko'raman, asraysiz, avvalaysiz, oxirigacha shunday izozda bo'lsinlar, ham umrlar uzoq bo'lsin. Qaynam bola, Xudoy qaynamning ham yoshlari yosh bilsin, umrlari uzoq bo'lsin. Qaynsinglim ham singillarim qatorida. Uni ham sog' bo'lishini, tinch bo'lishini tilayman, hamisha yonimizda bo'lsin. Hammaga rahmat, kelganlarga, balalarimga ham rahmat. Shodiyor hamma nima qilib qochib yuribdi, qochib qayerga boradi, mayli rahmat. Sog' bo'linglar, hammalaringiz xush kelibsizlar. Qarsalar qo'yinglar. Katta opa bosh
qolganlar yelkadosh deydi. Mana shu jigarlar sizga suyanib, sizga yelkadosh bo'lib yuribdi. Ilohim mehr muhabbatlaringizga ko'z tegmasin. Hozirgi ayni zamonda jigarlar o'rtasida mehr oqibat noyob bo'lib qoldi. Lekin qachonki men sizlarning marakalaringizda, to'y hashamlaringizda bo'lsam, kelinlarning farzandlari, nabira, evara, chivaralar hammasi jam bo'lib, ammam to'y qilyapti ekan deb yonlaringizda turadi. Ana shu mehr muhabbatlaringizga ko'z tegmasin. Chunki bularning zamirida tamal toshini qo'ygan otangiz bilan onangiz bo'ladi. Farzandlarga mehr berib, mana shunday ular sizlarda mana shu mevalarni qoldirib ketgan ota-onalaringiz. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin. Jigarlik rishtalari hech qachon uzilmasin. Nima demoqchiman? Umringiz bahordek bo'lsin, yomg'iri bo'lmasin. Qishdek bo'lsin, qahratoni bo'lmasin. Kuzdek bo'lsin, saratoni bo'lmasin. Ilohim mana shu Ibodulla akam bilan qo'sha qaring. Farzandlaringizda, jigarlaringizda rohatini ko'ring. G'am alamlarni ortga chekiring. Bu dunyoda hamma narsani inson topishi mumkin ekan. Pulga, osh-ovqatga to'yish mumkin, lekin inson mehr oqibatga to'ymas ekan. Ana shu mehr oqibatlaringizga ko'z tegmasin. Sog'lig'ingizni asrang. Qolgan hamma narsani topamiz, faqat sog'liq topilmas ekan. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, yaxshi o'tkaringlar. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Yana sizlar bilan diydor ko'rish hammamizga nasib aylasin. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, omon bo'ling.